Dasturimizni sportga oid xabar bilan davom ettiramiz. Buxoro shahrida sportning mini futbol turi bo'yicha favqulodda vaziyatlar vaziri kubogi uchun hududiy saralash bosqichi bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda. Musobaqada Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Buxoro, Navoiy viloyatlari va Navoiy qo'l metallurgiya markazi terma jamoalari ishtirok etishdi. Sport musobaqalari O'zbekiston Respublikasi Futbol Federatsiyasining mini futbol qoidalari asosida o'tkazilmoqda. Unda talabnomalarda xodimlar soni 8 nafardan ko'p bo'lmasligi, har bir uchrashuv jami 30 daqiqa, har bir taym 15 daqiqadan davom etishi, agarda jamoalarning natijalari teng bo'lib qolgan taqdirda penaltilar seriyasi orqali g'olib jamoani aniqlanishi belgilangan. Shundan so'ng mini futbol musobaqasi qizg'inlik bilan boshlab yuborildi. Jamoalarning har birlari muvaffaqiyat uchun bellashishdi. Favqulodda vaziyatlar tizimida ommaviy sportni yanada rivojlantirish maqsadida tashkil etiladigan musobaqalar soha vakillarining sog'lom turmush tarzini hamroh etishlarida ham muhim o'rin tutmoqda. Shu kuni shiddatli tarzda kechgan musobaqa yakunida g'oliblar ham aniqlandi. Natijalarga ko'ra, Navoiy viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi jamoasi g'olib bo'lib, favqulodda vaziyatlar vaziri kubogining respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Ma'lumot o'rnida favqulodda vaziyatlar vaziri kubogi musobaqasining final bosqichi joriy yilning 11 aprel kuni Navoiy shahrida o'tkazilishi reja qilingan.